Anime ko'radigan insonlar ikki turga bo'linadi. Birinchisi, shunchaki ko'radi, qanaqadir zavq oladi. Xuddiki bir oddiy kino yoki multfilm ko'rganda qanaqadir hissiyot olsa, anime ko'rganda ham xuddi shu hissiyotni boshdan kechiradi. Bu birinchi turdagi insonlar anime ko'rgani bilan bu uni fikrlashiga va dunyoqarashiga salbiy ta'sir o'tkazmaydi. Ikkinchi turdagi anime ko'radiganlar esa buni mutlaq teskarisi. Anime ko'radigan qizlar bormi? Qanaqa animelar ko'rgansiz? Men anime ko'radigan prinsessaman. Yer yuzida bitta mandakasi. Sening ismingni ko'rganman. Nima asravasiz? Ismimni qayerdan bilasiz? Ayo, animening nomi, sani isming. Dilnurami? Nervimni chiqarib ketdingiz. Xudo olmayapsan-da. Ana ismingizni ham bilib oldim. Hentai malikasi. Menga Hyundai yoqmaydi. Nima yoqadi unda? BMW. Mercedes-chi? Qaysi Mers? Mashina ishlab chiqaradigan kompaniyani aytayapti. Yana boshqa variant bormi? Men animeni umrimda bir marta ham ko'rmaganman. Anime muzir. Deydigan kattaroq yoshdagi insonlar bo'lsa, yaxshilab eslab ko'ring. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Yoshligimizda biz ko'rgan aka-uka Grimertelari ham anime hisoblanadi. Anime bu Yaponiya tomonidan ishlab chiqarilgan animatsiya. Bu degani voqealar faqat Yaponiyada bo'ladi degani emas. Masalan, 80-yillarda ishlab chiqarilgan aka-uka Grimertelarida o'rta asrlardagi Yevropa davlatlari tasvirlangan. Me'yorni bilish, radikallashib ketish oqibatlari va maslahat va faktlar video davomida. Oldindan ogohlantirib qo'yay, yana meni yomonlab shovqin qilib yurmanglar. Men anime ko'radigan insonlarga qarshi emasman, faqatgina me'yorida ko'rsa. Bu video hamma animeshniklarga tegishli emas. Ortiqcha ko'p anime ko'rib yorib, daqqa yo'plashib qolganlarga tegishli. O'tgan safargi BTS haqidagi videoyimizda ham men armiylarda bu darajada saviyasi past bo'ladi deb o'ylamagan edim. Ya'ni o'sha videoda qayta aytib turibman. Bu video ortiqcha darajada fanatlik qilib sig'inish darajasiga yetib kelganlar uchun. Agar siz me'yorida fanatlik qilsangiz, sizga tegishli emas deb. Va natijada hamma BTS fanatlari so'kinib, yig'lab, shovqin qilib tashadi. Bu orqali o'zlarini BTSga sig'inyap turganlarini ifoda qilishdi desak ham bo'ladi. O'ylaymanki, anime ko'radiganlar panetikasi u darajada past emas, lekin pastlari ham yo'q emas. Anime ko'radigan qizlar bormi? Anime ko'radigan qizlar bo'lgani bilan sizga qiz bo'lmaydi. Oshxona emas joyim yuragingda, kattamayar bo'lagingda. Anime ko'radigan do'st kerak. Ko'p. Men 2010 man, 500+ anime ko'rganman. Maqsadlar noto'g'rida, andozalar noto'g'ri, metrlar buzilgan, kilolar, grammlar, tarozilar buzilgan. Shuning uchun odamlarda hech ham hisob-kitob to'g'ri chiqmayapti. Juda ko'pchilikka chiqmayapti, chunki maqsad noto'g'rida. Uzoq muddatli qisqa tanaffusdan so'ng biz yana yangi mavzu bilan ko'rishib turibmiz. Nimaga aynan anime mavzusi? Bilamizki, jamiyatimizda anime muxlislari juda ham ko'p va ularning asosiy auditoriyasini yosh bolalar tashkil qiladi. Ularning ichida ortiqcha daraja berilib ketib, o'zini 3 yil ham madaraman deb o'ylab turganlari ham yo'q emas. Meni asl yuzimni ko'rmoqchimisan? Unda meni jahlimni chiqarishga harakat qil. Keyin gaplashamiz. Men shunaqaman, meni ichimda maxluq bor. Jahlim chiqsa maxluqim tinch turmaydi. O'sha jim yuradigan bolani asl yuzi. Bu narsa faqat menda deb o'ylardim. Ichimda juda katta mavjudot bor. 9 oylik bolami? Reza aka, shu videoga bitta yozsang, ichinglardagi maxluqni chiqarmanglar iltimos. Menga odamlar aytishgan, sen maxluqmisan deb. Kechada ham, uyda ham tixa yuradiganman. Kecha o'zini kimligini bilmaganlar bugun meni tanib qopti.
Telegram Premium olmoqchi bo'lsangiz yoki o'yinlarga donat qilmoqchi bo'lsangiz, ishonchli joy topolmayapsizmi? Endi ham ishonchli, ham arzon o'zimizni servisimiz ishga tushdi. Prime Savdo. Kommentariyada qo'yib qo'yaman kanalda havolasini. Kirib foydalansanglar, yangi videolar chiqishi yanada tezlashadi. O'zingizlarga ham, bizga ham foyda bo'ladi. Talpada muammoni yaxshilikcha hal qildik, lekin kimdir onadan so'kinib yubordi. Buni eshitib qolgan do'stim. Shu payt qonga tashnalik uyg'onadi. Qonga tashnalik? Ya'ni o'ldirishga bo'lgan his yana ham kuchayadi. Anime ko'rib dalplashib qolgan tanishingiz bormi? Inson oddiy animatsiya orqali ham yomon tomonga o'zgarishi mumkinligini hozir tushuntiraman. Anime bu boshqa dunyoga ochilgan derazaga o'xshaydi. Bu derazaga tikilgan inson borki, juda ham ko'p qismi derazadan oshib, xuddiki reallikdan qochib mavjud bo'lmagan olamda yashab orqaga qaytishni unutib qo'ygandek. Ular ekranga chizilgan qahramonni dardini yurakdan his qiladi, yig'laydi, kuladi, siqiladi. Lekin bu yoqda o'zini ota-onasi yoki do'stlari hayot uchun kurashib yurgan bo'lsa ham qiziq emas. Axir ular perfeksionizm qurbonlari. Ular chizilgan, ideal va xatosiz qilib chizilgan qahramonlarni yoqtirib qoladi. Ularni hayotida yashamoqchi bo'ladi. Garchi bu reallikdan uzoqda bo'lsa ham, bu holatda inson beayb parvardigor tushunchasini unutib qo'yadi. Ya'ni atrofdagi insonlarni xatolarini va kamchiliklarini qabul qila olmaydi. Balki shuning uchun ham anime ko'radigan yigitlarni yaxshi ko'rgan qizlari yo'q bo'ladi. Anime ko'radigan qizlarni esa yaxshi ko'rgan yigitlari yo'q bo'ladi. Mani fanatkami qiziqishi barsiga, bu tarsiga, darsanga, barzanga, lopinda boksiga, noqsuga, oqsiga, noqsuga, nuka rappini, doqsuga, dim rap, hobbiga, dana iksuga, детский lobbiga, hoppuga, shoh super toppuga, manda gap toppuga, qizindimga taksi ko'z maksimal maksiga, oma aksiga, bosoraman taksiga, naqtiga, obyaxkiga, naksiga, smotmanda lучше taksiga. Kira Fortuna bu. Kira Kilbesh. Animega o't tushib yonib portlab ketsin. Anime odamlarni buzyapti. Rahmat o'g'llarim. Addushi rahmat. To'xtamasdan videoni boshidan oxirigacha ham bitta mavzuda gapirish juda ham zerikarli bo'lib qoladi. Shuning uchun kelinglar boshqa mavzularga ham o'tamiz. O'zi Sredisda nima gap? Namangan viloyati Mingbuloq tumanidan bolalar bormi? Tanishamiz 22/12 yaxshi va jiddiy niyatda etyapman. Zodam bo'lmaydimi? Короче, bitta gap bilan Sizga yaramaydi bu, o'lib qoladi-yu. tushunyapsizlarmi buni ma'nosini? Necha tuxumdan chiqqan bo'lsang, ersirab qoldingmi? Otang, onang, qarindosh urug'laring, yaqinlaring bormi? Yo yetimmisan? Yetim bo'lganingda ham hech bo'lmaganda shahring uchun tura olmadingmi? Yangi Qo'rg'ondan bo'ladimi? Ha, demak, keyingi mavzularimizda yana pedofillik mavzusiga qaytamiz. Sigaretni hidi yoqmaydigan bola qani? Sigaret olib ketishga ketganda kesib yuboraman. Endi u bola yo'q. U davrlar o'tdi. Qayoqdagi haromi qizingni deb umringni sigaret bilan yeding ajigar? Bitta cheksang hech nima qilmaydi degan senmiding? Menman aka, bu tarbiya deyiladi. Give name please. Skin. Chal, aka kimligini topdingiz, gif nomini tashlab yuboring. Qiz bolaman. Skin. Voy jilla, uzr aka, nikka qaramabman. Gif nomini nima dedingiz? Menda ko'rinmayapti. Skin oxirigacha. Oching, menda birinchida turganda. Skin. Uyalmaysizmi hammani oldida-ya? Stop. Agarda xuddi shu videomizdan kanalimizga 10 ta obunachi qo'shiladigan bo'lsa, xuddi shu anime mavzusini ikkinchi qismini chiqaramiz. Yanada professionalroq qilib, yanada masshtabliroq qilib davom etamiz. Para kerak 2010-2011. Sizga mos bola hozir yozadi sizga. Mana menda o'sha. Do'stlashamizmi? Ha, do'stlashamiz. Do'st kerak.
kerak emasmi, otnikini olib boraman. Reza qachon keladi? Bilaman, ancha vaqt video chiqmadi, kommentariyalarda to'palayin qilib tashladlaring. Endi to'xtamasdan yangi videolar ustida ishlayapmiz, lekin yangi videolar qanchalik tez chiqishi endi menga emas, sizlarga bog'liq bo'ladi. Kommentariyada Telegram kanalimda yozib qoldiraman, 5000 ta odam o'tadigan bo'lsa, straz yangi video chiqadi. BTS haqida ikkinchi qismi ham bor. Qariyalar, yoshlar, itlar, xullas hammasi bor.